Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'-omonmisiz? Hozir Srochniy Ingushetiyada ikkita oilada ish o'rinlarimiz ochilgan. Ular hozir kecha men bilan gaplashganda O'zbekistondan keladigan odamlar bo'lsa ham gaplashib taklif qilaman deb aytdi. Bu albatta uy egalari buni javobgarligini o'zlariga olib taklif qilishadi. 2 oy oldin Mitishidagi ishimizga ham O'zbekistondan er-xotinlarni chaqirgan edik. Alhamdulillah, mana hozir zo'r ishlab, baraka topib ishlab ketishdi. Uyda egalari ish oluvchilar bilan juda ham yaxshi munosabatda bo'lib, hozir ishni eplab ketishdi. Mana bu hozirgi Ingushetiyadagi ish beruvchi ham bu bilan ham biz hozir mana 3 yildan ziyod ishlayapmiz. Er-xotinlar kerak, uncha yoshi katta bo'lmaslik kerak. 30 dan, mayli 25 dan bo'lsa ham 25 dan 45-50 gacha bo'lgan er-xotinlarni oladi. Prava albatta bo'lishi shart. Azizlar, ko'pchilik masalan 160 ming oylik 2 kishiga desa oz deb aytishadi, lekin qarang, bu yerga turar joyingiz tekin, yeb ichishingiz o'sha yerga tekin, dokumentlarini ham o'zlari qilib berishadi, dogovorlarni. 160 ming oyligi. Mana shu yerga kelib bemalol ishga tushib ketishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonliklarga diqqatiga. Bu O'zbekiston bu Ingushetiyadagi ish beruvchilarimiz, bu bizda talab emas, uy egasi talabi faqat o'zbekistonliklarni oladi. Qirg'iziston yo bo'lmasa Tojikistonlik emas. Endi boshidan O'zbekistondan personal olgani uchun ularga ko'nikib qolgan. Bu ularni talabi, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Keyin Ingushetiyada o'shani do'stini o'yida hozir sidelka kerak, bugun tushgan zayavka 70 yoshlik kampirga qarash kerak. Uncha og'ir emas, 70 kilogramm deyapti. Bir tomoni insult bo'lgan ekan. O'sha yerga turib yashab ishlaydi. Bemalol namoz o'qisa ham bo'ladi. Faqat yoshi 40 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarimizni ishga olishar ekan. Buni oyligi 80-90 bo'ladi. Bir kunda 2,5 ming 3 mingdan beramiz deyishadi. Turar joyi o'sha yerda, dokumentlarni qilib berishadi. Yeb ichishi o'sha yerda. Bu yerga ham agar O'zbekistondan kelaman deydigan ayollarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol uyda egasi bilan gaplashib kelishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Keyin Kalushka oblastidagi ishimiz hali yopilmadi. Bugun Srochniy odam bergan deyishdi. Uy egalari yashamaydi, ular Moskvaga doimiy yashaydi. Bularning oyliklari 200 ming, prava bu yerga shart emas, rus tilini bilish kerak deyapti. Uyda egalari shanba, yakshanba kuni borib keladi. Ko'proq ular qishloqdan chiqqan er-xotinlarni oladi, chunki dala ishlari, ularning qo'y-qo'zilari bor va dalada ekin-tikin qilish kerak. Ana shu yerga hozir odam kerak. Keyin bugun yana erkaklarimizga zaryadka tushdi. Sadovnik kerak. Moskovskiy oblast Odinsovoda oyligi 110-120 beraman deyapti. Prava albatta bo'lishi, rus tilini bilish kerak. 35-45 yoshdagi aka-ukalarimizni ishga olishadi. Ishlarimiz azizlar, Ingushetiyadagi ishimizda er-xotinlar taklif qilinadi degan joyga albatta dokument bilan ishlash kerak, chunki uyda egalari strogi dokument bilan oladi. O'zlari ham qilib berishga yordam berishadi. Keyingi Ingushetiyadagi sidelka ishimizga dokument shart emas deyishdi, chunki shu yerga ishlab, shu yerga joyga chiqmaydi, pitaniyalari bo'ladi. Bizga joyga tekshirish yo'q deyishdi. Bez dokument bemalol ishga kirsangiz bo'ladi. Bu sidelkaga oylik 80-90. Agar siz Moskvaga bo'ladigan bo'lsangiz, ish beruvchi bilan Moskvaga uchrashib suhbatdan o'tib, keyin Ingushetiyaga yuborilasiz. O'zbekistondan keladigan bo'lsangiz, telefon nomerlarimizni 8977 967 77 97 telefon raqamlariga o'ziz haqingizda ma'lumotni yuborasiz. Ma'lumot yuboring. Yoshingiz nechida? Ma'lumotingiz qanaqa? Qo'lingizdan nima ish keladi? Qaysi ishga bormoqchisiz? To'liq o'ziz haqingizda ma'lumot keyin talabingizni, taklifingizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Gohida masalan o'qib javob berishga imkoni bo'lmagan vaqtda yozing yana. Harakat qilamiz. Agar siz Moskovskiy oblastida bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol bizning ofisga kelib, biz bilan suhbatdan o'tib, shartnomani qilib, keyin ishga ketishingiz mumkin. Gruppamizga, mani saytimga kirib negativ yozadigan insonlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizlarni shu darajada yaxshi ko'raman. Borliklaringga shukr. Har bitta kommentariyaga mashinaningiz deb yozgan insonlarimiz albatta borlaringga shukr. Sizlar ham bo'lmasanglar, bizning hayotimiz ham qiziq bo'lmaydi. Mashinik deydigan ayollar, siz yoki ko'p erkaklardan chiqyapti bu narsa, ayollardan emas. Har bitta kommentariyani o'qisak, erkaklarda profili turadi. Borliklaringga shukr. Agar siz men haqimda bilmagan bo'lsangiz, men haqimda faoliyatimni bilmagan bo'lsangiz, albatta metro Sholkovskiga keling. Targovut sentri rektorda ichida, 2-etaj 1-pavilyonda siz bilan lichda gaplashib, suhbatlashib, hamma nafratingizni, gapingizni, o'ylovingizni bemalol aytib eshitirishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerga orqadan turib, g'iybat tarqatib, har qanday gapiradigan insonlarimiz Allohim sizlarga kifoya qilsin.
Xudo sizlarga ish qilib to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. Har bitta gapiradigan gapingiz uchun albatta u dunyoga borib javob berasiz. Mana shunday insonlar hech qachon o'zini ko'rsatmaydi, gapirmaydi, ishga taklif qilmaydi, yo bo'lmasa sentrga, Moskvani oldiga ofisni ochib qo'yib, metroni oldiga chaqirmaydi. Shuning uchun biz faqat negativ bo'lmagan insonlar bilan, hayotimizda o'zgartiraman degan insonlar bilan ishlaymiz va ular bilan dogovor qilib uzoq vaqt hamkorlik qilamiz. Ha, aytgandek, bizning profilimizda tekshirib ko'rsatib kuzatib borayotgan bo'lsangiz, biz yana biznesga taklif qilyapmiz. Biznesga har kuni yangi biznes partnyorlarimiz kelib hayotlarini o'zgartirishyapti. Biz bilan biznesni qilib, ozgina sarmoya bilan katta daromadga chiqib, hayotlarini butkul moliyaviy erkinlikka chiqarib olishyapti. Shuning uchun doim Sayyora siz bilan aloqada. Sog' bo'ling, omon bo'ling.